Luqman alayhissalom Davud alayhissalom davrida yashagan bo'lib, Misrning janubidagi Navba shahrida tug'ilgan. Ba'zi manbalarda Luqman alayhissalomning Habasistonlik ekanligi naql qilinadi. Luqman alayhissalom qortillik qul bo'lib, Alloh taolo uningga ilm va hikmat ato qilib, uning qadrini ko'targan. Uning payg'ambar yoki emasligida o'xshamagan qarashlar bo'lib, ko'p sonli olimlar uning payg'ambar emas, Alloh taolo ilm va hikmat ato qilgan olim, solih, zohid va Allohning velisi, ya'ni do'sti ekanligini kuchlantiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda Luqman alayhissalomning ismi bilan sura Luqman, ya'ni Luqman surasi deb bir sura nozil qilgan va uningda Luqman alayhissalomga hikmat ato qilganligini bayon qilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkuru lillah" biz Luqmanga hikmat ato qildik. Ya'ni ilm va tafakkuri cho'nqur, o'tkir gap qiladigan va ish harakatni to'g'ri mezon bilan harakat qiladigan ilohiy qobiliyatni ato qildik. Allohga bergan ne'matlarga qarata shukr qilgan. Kimki shukr qiladi ekan, ya'ni Alloh taolo bergan ne'matlarga qarata shukr qilib, mamnuniyat tuyg'usida bo'ladi ekan, u o'ziga shukr qilgan bo'ladi. Ya'ni bir odam Alloh taolo bergan ne'matlarga qarata tili yoki ish harakat orqali shukr qilgan bo'lsa, u tili yoki ish harakat orqali qilgan shukrisining savobini Alloh taolo yana u odamga beradi. Ya'ni Alloh taolo bir odamga iqtidor, hikmat yoki ilm ato qilgan bo'lsa, u odam u ne'matga o'zim erishdim, o'zim tirishib, o'zim qo'l keltirdim deb Allohni inkor qilsa, yoki u ne'matni Allohning ato qilganligini unutib shukr qilmasa, ya'ni kufrlik qilsa, Alloh taolo bandalardan behojatdir. Ya'ni inson boshqalar qilgan yaxshilik qarta uning rahmatini olmasa, uning psixikasiga, ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatadi. Ammo Alloh taolo bandalarga bergan ne'matlarga qarta bandalar Alloh taologa shukr qilmasa, bu Alloh taologa hech qanday ziyon yetkazmaydi. Alloh taolo bandalardan behojatdir. Alloh taolo madilashga eng loyiq zotdir. Luqman alayhissalomning hakim deb atalishi dal Alloh taolo uningga ilm va hikmat ato qilganligidan kelgan. Hikmat Alloh taoloning xohlagan bandalarga beradigan ilohiy nuri bo'lib, hikmatga erishgan odam Qur'on Karimda aytilgandek, nihoyat ko'p yaxshilikqa erishgan bo'ladi. Chunki hikmatga erishgan odam narsalarning haqiqatlari, sirlari va tigi yetaladi va uning qarata to'g'ri tafakkur bilan to'g'ri harakat qila oladi. Kishilar Luqman alayhissalomning ilmi, tafakkuri va hikmatiga nihoyat havaslanib, uningdan bu o'ringa qanday yetding deb so'raydi. Luqman alayhissalom Allohning fazlidan keyin, ya'ni Alloh taolaning berishidan keyin o'zim sabab qilgan ishlar birinchidan rost so'zlash, ikkinchidan ko'zimni haromdan saqlash, uchinchidan og'zimni yomon gap so'zlardan saqlash, to'rtinchidan mehmonlarni yaxshi kutish, beshinchidan va'daga vafo qilish bilan erishdim deb javob berdi. Bir kuni xo'jayini Luqman alayhissalomdan bir qo'y o'ltirib, u qo'yning eng pokiz ikki a'zosini akeldi. Luqman alayhissalom bir qo'yni o'ltirib, u qo'yning yurki va tilini xo'jayining qashiga akeladi. Yana bir qatim xo'jayini Luqman alayhissalomga bir qo'y o'ltirib, u qo'yning eng paskin yeridan ikki a'zosini akeldi. Luqman alayhissalom bir qo'yni o'ltirib, yana shu yurak va tilni olib keladi. Xo'jayin hayron bo'lib, eng pokiz yerini akel desammi, til bilan yurakni akelding? Eng paskin yerini akel desammi, yana yurak bilan tilni akelding? Buning sababi nima deb so'raydi. Luqman alayhissalom har bir jonliqning tindagi mush ikki a'zo pak bo'lsa, buningdan pak a'zo yo'q. Agar mush ikki a'zo paskini bo'lsa, badanda buningdan paskini a'zo yo'q deydi. Xo'jayini Luqman alayhissalomning bu hikmatli javobiga qarab, uni qulluqdan ozod qilib edi. Luqman alayhissalom keyin yog'ochchilik va tikkuchilik qilib turmush kechirdi. Qur'on Karimda Luqman alayhissalomning o'g'liga qilgan farzand tarbiyasi alohida tilga olinadi. Luqman alayhissalom farzandiga tunji qilib, "Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim." Ey o'g'ilchiqim, Allohga shirk keltirma. Shirk keltirish haqiqatan büyük zulmdir. Ya'ni shirk keltirish o'zingga qilgan büyük zulmdir deydi. Ya'ni Luqman alayhissalom o'g'liga tunji qilib, yog'ochchilikni yaxshi o'rgan, tikkuchilikni yaxshi o'rgan, bunda qilsang kuning yaxshi o'tadi deb, uning dunyosini ko'zlamasdan, eng avval uning oxiratini, abadiy hayotini ko'zlab, uni shirkdan ogohlantirib, faqat hamma ishda Allohga yuzlanish, Allohni hamma ishda birida bilish, faqat Allohga tavakkul qilish, faqat Allohga tayinish, faqat Allohdan yordam talab qilish, faqat Allohdan qo'rqish, Allohga bo'ysunish va Allohga xizmat qilish va Allohga ibodat qilishdan iborat o'g'lining qalbini faqat va faqat Allohga yuzlantirishga ahamiyat beradi. Luqman alayhissalomning o'g'li qilgan bu farzand tarbiyasining Qur'on Karimda alohida tilg'anlishi bizga nozil qilgan Qur'on Karimning bizga o'g'linglarga, farzandlaringlarga eng avval qilgan tarbiyanglar tavhid tarbiyasi bo'lsin. Ya'ni o'g'linglarning, bolalaringlarning, qizlaringlarning qalbiga eng avval Allohdan qo'rqadigan, Allohni ko'zlaydigan, Allohdan savob umid qiladigan, Allohning oldida bo'y egadigan, faqat Allohga tayinadigan, Allohga tavakkul qiladigan bu nuqtadan boshlashimiz kerak ekanligini bizga o'rgatadi. Luqman alayhissalom o'g'liga ikkinchi qilib o'rgatgan narsa bo'lsa, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innalloha latifun xabir." Ey o'g'ilchiqim, kichig'ichaqliq narsa bo'lsa-mu, u toshning ichida maxfiy holatda bo'lsa-mu, yoki osmonning eng yuqori qatida bo'lsa-mu, yoki zaminning
eng astın qatida bo'lsa-mu, Alloh taolo uni ko'zib turadi, bilib turadi, uningdan hisob oladi. Alloh taolo haqiqatan nihoyat inch kuzatuvchidir va har bir ishdan xabardordir deydi. Ya'ni Luqman alayhissalom o'g'liga Alloh taoloning uni har vaqt ko'zib turadiganligidan iborat muroqibatulloh, ya'ni Alloh taoloning uni nazoratchilik qiladigan bir xil ongni yetildiradi. Chunki balaga biz har vaqt hamroh bo'lib qolmaymiz. Shuning uchun balarimizga tavhiddan keyin Alloh taoloning uni har vaqt ko'zib turadiganligi, qilgan har bir ishlarini hisob oladiganligini o'rgatishimiz kerak. Üçüncü qilib Luqman alayhissalom o'g'liga ya bunayya aqimis sola, o'g'ilchiqim namozni ta'dil arkan bilan vaqtida o'lchamlik o'qig'in deb nasihat qiladi. To'rtinchi qilib va'muru bil ma'ruf va nha anil munkar. O'zing yaxshilikqa amal qilib bo'lgandan keyin boshqalarni yaxshilikqa buyurg'in va yomonlikdan to'sqin deb o'zi isloh bo'lib bo'lgandan keyin islohotchilik ingini singdiradi. Bu intayin muhim. Beshinchi qilib wasbir ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Endi sen islohotga o'tgan vaqtingda boshqalarni tuzayman, boshqalarni yaxshilikqa buyurayman, yomonlikdan to'saman deb bu yo'lga chiqqan vaqtingda sana har xil aziyatlar, har xil suiqasdlar, har xil bo'htonlar keladi. Sen buningga sabr qilgin, chidamchan bo'lgin, ya'ni keyningga chekinmagin, yo'lingga davom qilgin. Inna zalika min azmil umur. Chunki bu ish kuchlik iroda talab qiladigan bir ish deydi. Chunki islohot qilish, ya'ni kishilarni yomonlikdan to'sib yaxshilikqa buyurish odamni har xil aziyatlarga, bo'htonlarga, suiqasdlarga duchor qiladi. 6-chi qilib Luqman alayhissalom o'g'liga va la tusa'ir khaddaka lin-nasi va la tamshi fil ardi maraha innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Kishilarga mensitmaslikdan yuzingni cho'rimagin. Ya'ni kishilar sana gap qilgan vaqtida mensitmaslikdan cho'ngchilik qilib ularga qaramay tumag'in yoki sen kishilarga gap qilgan vaqtingda ularga qaramay gap qilmag'in. Ko'p hollarda kishilar men cho'ngchilik qilmadim deb turib oladi. Qur'on Karimda bu oyatda cho'ngchilikning sifati va cho'ngchilikning holatini aynan shaklda sifatlarini bayon qilib bergan. Ya'ni va la tusa'ir khaddaka lin-nasi va la tamshi fil ardi maraha. Kishilar sana gap qilgan vaqtida sen ularga qaramay tumag'in. Ya'ni kishilar gap qilgan vaqtda uning qaramay o'zingning ishini qilaverishing bu bir cho'ngchilik. Yoki sen kishilar gap qilgan vaqtingda ular qaramay gap qilishing bu bir cho'ngchilik. Va la tamshi fil ardi maraha. Zaminda sen g'adib ma'mag'in. Ya'ni manga vaqtingda qo'lingni keyniga qo'sqonning oldiga pompa etib pochi hadib ma'mag'in deydi. Chunki Alloh taolo cho'ngchi, hakavur, o'zini hammadan ustun ko'radigan bunday kishilarni yaxshi ko'rmaydi, do'st tutmaydi deydi. Vaghdud min sawtik. Ovozingni normal tutib gap qilgin. Ya'ni yuqori ovozda to'lab gap qilma. In ankaral aswati la sawtul hamid. An qabih ovoz eshakning ovozidir. Ya'ni sen to'lab ulli gap qilsang, ovozing uning o'xshab qoladi. Ya'ni Luqman alayhissalom o'g'liga bu orqali axloq tarbiyasi berib. Demak, sura Luqmonda tilga olingan Luqman alayhissalomning o'g'li qilgan bu 6 nasihati har bir musulmonning farzand tarbiyasining 5ida bo'lishga tegishli 6 asosni ko'rsatadi. U bo'lsa-mu, birinchidan tavhid, ikkinchidan muroqibatulloh, ya'ni Alloh taoloning uni har vaqt kuzatib turadigan nazorat ingi, uchinchidan ibodat, to'rtinchidan kishilarni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish, albatta uning o'zi amal qilib bo'lgandan keyin, beshinchidan shu yo'lda sabrchan, chidamchan bo'lish, ya'ni kishilarni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishda kelgan aziyat, musibatlar qarta keyniga chekinmasdan mustahkam turish. 6-si axloq. Luqman alayhissalomdan bu dunyoda nima o'rganding deb so'ralgan vaqtida Luqman alayhissalom namoz o'qiyotgan vaqtida qalbimga ega chiqishni o'rgandim. Ya'ni namoz o'qiyotgan vaqtimda qalbimni faqat Allohga yuzlantirishni o'rgandim. Mehmondarchilikda ko'zimga ega chiqishni o'rgandim. Jamiyatda tilimga ega chiqishni o'rgandim. Boshqalar qilgan yaxshiliklarini unutib ketishni o'rgandim. Boshqalarning man qilgan yomonliklarini unutishni o'rgandim. Allohning karam va qudrat egasi ekanligini o'rgandim. O'limning haq va haqiqat ekanligini o'rgandim deb javob berdi. Ya'ni ba'zi manbalarda Luqman alayhissalomning o'g'li qilgan tuandagi bir qancha nasihatlarni tilgandi. Birinchisi, ey o'g'lim, ulug' va qudratlik Robbingni tunig'in. Boshqalarni yaxshiga buyurishdan ilgari avval uningga o'zing amal qilgin. Gap qilgan vaqtida o'z o'rniga va qadriga loyiq qilishni bil. Hamma ishda o'tirhol yo'l tut. Jamoat bilan birga bo'lgin. Qilmagan ishni hisobga qatma. Jiddiy so'zni chaqchaqqa aylantirma. Cho'nglarning savoqlarini yaxshilik bilan esingda tut. Gumonxo'r bo'lma. Boyliqning miqdorini do'st yoki dushmaningga aytma. Yuqorqi Luqman alayhissalomning qissasini elishga tegishli ibrat va darslar. Birinchidan, bir odamning qimmati uning tirisining rangi yoki nada tug'ilganligi yoki kimning bolasi ekanligi bilan emas, bilgan bilmi Alloh taolo ato qilgan ilmi bilan bo'lganligini ko'rib olaymiz. Ikkinchisi, hikmat ilohiy iltifot bo'lib, Alloh taolo bandalar ichidan xohlagan bandalarga beradiganlik. Ammo qanday bandaga beradi deganda
Luqman alayhissalomning so'ziga qaragan vaqtimizda ko'zini haromdan saqlagan, yolg'on aytmagan, va'daga vafo qilgan, ya'ni qalbini pokiz tutgan kishilarning erisha oladiganligini ko'rib olamiz. Chunki hikmat Allohning nuri bo'lib, Alloh taolaning nuri maynat kir qalblarga tushmaydi. Xuddi bizmi maynat istakanga suv quymaganga o'xshash, Alloh taolaning nurini paskini qalblarga tashlamaydi. Shuning uchun biz Allohning nuri bo'lgan hikmatga erishaylik deydi ekanmiz. Oldi bilan ruhiyatimizni pokiz tutishimiz kerak. Albatta, hikmatga erishgan odam muvaffaqiyat qozongan, Qur'on tili bilan aytgan vaqtimizda ko'p yaxshilikka erishgan kishidir. Uchinchisi, bir odamning pok yoki paskini bo'lishi u odamning qalbi va tilini pokiz yoki maynat tutganligiga bog'liq ekanligini ko'rib olamiz. Chunki bir odamning tili va qalbi pokiz bo'lsa, ya'ni tili qabih so'z, g'ayvatdan pokiz bo'lsa, qalbi hasad, o'ch, adovat, nafrat, yomon gumonga o'xshash qalb marazlaridan, qalb kasalliklaridan pok bo'lsa, u odam eng pok odam bo'lganligi. Aksicha tili g'ayvat, so'xanchilik va undan boshqa har xil qabih so'zlardan pokiz bo'lmagan, qalbi yomon gumon, o'ch, adovat, hasad, nafrat o'xshash qalb marazlari, qalb kasalliklaridan pok bo'lmagan odamningki eng maynat paskin odam ekanligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi, biz farzand tarbiyamizda Luqman alayhissalom o'g'li qilgan 6 asosni eng beshida qo'yishimizdan kerak ekanligini ko'rib olamiz. U bo'lsa-mu, birinchidan tavhid, ikkinchidan muroqibatulloh, ya'ni Alloh taolaning uni nazorat qilib turadigan bir ong, uchinchisi ibodat, to'rtinchisi islohot, beshinchisi chidamchanlik, oltinchisi axloq. Musulmonning farzand tarbiyasining eng muhim, eng beshida qiladigan asoslari. Beshinchisi, farzand tarbiyasida bolalarimizga nasihat qilganda yoki tarbiya qilgan vaqtimizda yumshoq vositalarni qo'llanishining muhim ekanligi va kerak ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Luqman alayhissalom yuqorqi nasihatlarni qilishda hammasida bolasiga o'g'lim, balammi demasdan, o'g'il chiqim, balikam deb texmi mehribonlikni ifodalaydigan so'z ishlatdi. Buningdan biz bolalarimizga nasihat qilgan vaqtda siliq sipoya va yumshoq so'z ishlatishining naqadar muhim ekanligini ko'rib olamiz.